aka. Bu kunlarga yetisham oson bo'lmadi. Aka, nimasini aytasan? Bolalarim. Men gadoy emasman. Qornim och. Ozgina puldan yordam qilinglar. Amaki, mayli yordam beramiz. Lekin farzandlaringiz yo'qmi? Bolalarimmi? O'sha bolalarim meni uydan haydab yuborishdi. Amaki, men To'xtang aka. Bu inson tanimadingizmi aka? Ana vat mana dakkeloying salla bilan qo'shib. Nega unaqa qilyapsiz? Bolalarda nima ayb? Menga qara, senga qo'shib bolalaringni ham boqaman men endi. Yo'qoldiganimga bir oy bo'ldi. Na haydasa ketasanlar, na yaxshi gapirsa ketasanlar. Yo nima? Urib haydaymi sanlarni? Ikkita bolam bilan qatga boraman. Axir bu ukangizni ham uylari-ku. Rahmim kelib ketdi. Hali uyga ham da'vo qilamandilaring. To'g'ri ketsalaring ketlaring. Yo'masam hozir yomon bo'ladi. Xo'p, ish bilan uy topgunimizcha ozgina sabr qilib turing, chiqib ketamiz uyingizdan. Salla to'g'ri gapga tushunmaysanlarmi deymi? Qariya qonlaring uyimdan yoqar qanday?